nihoyat umr yo'ldoshim bilan bir yilda bir marta vaqt paydo bo'lganda bolalarni o'qishga va bog'chaga qoldirib uydaligimizda завтракаем вместе dadasi siz aytgan so'rashyapti do'ppi qani deb do'ppidan biz Karim Lagerfeldga o'tganmiz aytgandek so'raganlarga ha bizga esa yoqimli ishtaha. Xo'sh azizlarim, bugun Shirinoy tug'ilgan kunlari va хорошо omadimiz keldi. Adamizani bugun выходнойлari как раз таки va menga ham bo'sh kun berishgandi. Вообще biz planировать qilmagandik umuman, shuning uchun hozir ular bog'chadalar, opalari esa albatta maktabdalar, shuning uchun hozir ularni olib ketib ozgina albatta oilaviy ozgina праздновать qilamiz. Shaxsan Shakirada do'konlar shunaqa ko'p ediki va har yilgi tug'ilgan kunlarini men planировать qilishim kerak edi. Hattoki отпуск olardim tug'ilgan kunlarga. U Shakira albatta do'konlar bilan bayram o'tkazishga juda ham har doim stремилась va haligacha shunaqa. No, Shirinni dugonalari bor. Hattoki ikkita. Prям yaxshi dugonalari. Bugun bittasi bilan do'st, ertaga boshqasi bilan bir xillarda birga o'ynashadi, ish qilib. Bolalar orasida bo'ladigan narsa, no umuman qiziqish yo'q. Dugonalar bilan qaqadir borib праздновать qilish, tug'ilgan kun qilish, umuman unaqa interes yo'q. Hattoki bugun tabriklaganimizda тебе будет 5 лет deb tabriklasam, qildi, как-то reaksiya nету. Tug'ilgan kunga bir qanday katta qiziqish yo'q Shirinda. Shuning uchun просто o'zimiz oilaviy pogulaем. Потом, наверное, на выходных yana o'sha o'zim aylantirib kelaman. Qizlarni сегодня просто odam uydaliklarda ish qilib. Men o'zi bu kadrda nima haqida gapirmoqchi edim. Topgan naxotkalarim haqida va to'g'risini aytsam boshida ko'rganimda что за trend degandim, но menimcha ko'plar uni testировать qilib bo'ldi. Men уже yanvar oyida oldim. Все-таки не устояла. Virusni qanday video ko'rsangiz, siz ham shu harakat qilib ko'rasiz qilishga. Mashki bikuti haqida gapiryapman. Meni sochimni ukladka qilganingiz bilan qilinadi, ayniqsa lokon, no ushlanishi вообще не факт. Mana har xil apparatlarim bor. Ayniqsa moment GHD или Good Hair Days brendidan вот такой шикарный аппаратim bor. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. Sochni ukladka qilsangiz или kiyigini ukladka qilsangiz, asosan konchiklarinda chiroyli такой izgib beradi. Защитasi bor, bla bla bla, mingta narsasi bor. Qilganimda ham ну maksimalni 2-3 soat ushlanardi, и все. Keyin sochim tushib ketardi og'irligidan. Mana bu esa Maki Bugudi, который hamma bu videoni ko'rgan, unaqa har xil men hattoki Instagramda ham o'zimni ko'rsatdim 1-2 marta. Men ham shu trendni qilishga harakat qildim. Albatta hammasini qilmayapman, но bir ikkitalari haqiqatan рабочий ekan va aynan mana жесткий qalin sochlarimga mana shu Bugudi yordam berdi. И katta plus bilasizmi nima? Ikkinchi, uchinchi kunga уже sochim yo'lanadi. Baribir shuning uchun har 2-3 kunda sochimni tez-tez yuvib turishim kerak. И sochimning formasi уже ham ukladkamda ushlanmaydi. Afsuski va shuning uchun sal sochim какой-то более-менее formada bo'lsin deb kechasi mana shu bilan uxladim. Boshida qanaqa qilib uxlash mumkin dedim, chunki bir marta men bunaqa oddiy bigudi bilan uxlab ko'rishga harakat qilganman, lekin umuman bo'lmagan, yechib tashlaganman. Aslim spать super комфортно. И uni ustiga lokoni просто шикарные. Они прям lokon beradi, anaqa jangali qilib yubormaydi, chiroyli lokon beradi va o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi menda hozir qora kiyim bo'lganga sochim ham ko'rinmayapti, но именно aynan shunaqa слегка lokonlarni men juda ham yaxshi ko'raman. И держится. Eng qiziqarligi kun bo'yi shu mana shu lokonlar ushlanib turadi. Shunga men hayron bo'ldim va agar qilib ko'rmagan bo'lsangiz bu bigudilarni, hatto qilib ko'rmagan odam o'zi yo'qdir, попробуйте. Menga o'xshab sochingiz qalin bo'lsa, реально советую. Просто yana bitta narsa, men Bepardens albatta maskalarni zakaz qilib ko'rdim, который o'zi 3-4 soat ketgan instruksiya bo'yicha, no kechasiga qoldirsangiz bo'ladi. Men granatивный retinolni yaxshi ko'radigan insonman. Bilmayman qayerda men granatивный retinol, вот он. Men bu Teramid brendini, agar men ko'pdan beri ko'rsanglar bilasizlar, men Teramid brendini juda ham yaxshi ko'raman va har doim ular haqida gapiraman. Ularning o'zini laboratoriyasi bor. O'zi shunaqa zo'r aktiv sivritka va shu umuman kosmetika chiqarishadi. Ispanskiy brend juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Shuning uchun retinol desa asosan уже faqat ularni retinolni oladigan bo'lganman. Albatta Koreyani ham hozir retinolni chiqarish boshladi. Undan oldin ular chiqarishmasdi unaqa aktivni. Ularga ham qiziqman. No, вот этот у них retinol, это birinchi bankam emas. Ko'p videolarimda ko'rsatganman.
просто hozir upakovkasi uladi o'zgardi. Ishqilib o'sha retinol ishlatganimdan keyin восстановление kerak, и причем активное. Va shu retinol ishlatib turaman. Shunga восстановлениеga mana buni qani ishlatib ko'ray dedim. Bilasizlarmi, hech qanaqa effekt ko'rmadim. Instagramda rasm qo'ygandim, qayerdadir agar ko'rayotgan bo'lsanglar. Ertalabgacha uxladim. Комфортно, кстати. Kechasi umuman uyg'onmadim. Ham какой-то дискомфорт bo'lmadi. Rostdan он рассчитан как-то shu uxlashga. Bir qanday vau, стеклянная кожа, mana mramorная или фарфоровая кожа, то есть фарфоровая кожа effekti ko'rmadim. Lekin haqiqatdan terim восстановленный. Chunki retinoldan keyin juda ham qurib ketadi terim. Va восстановлениеga har xil sug'urtkalarni albatta восстановлениеga ishlataman, но bu lekin haqiqatdan yordam berdi. Xo'sh, biz hozir yaqin chiqib ketishimiz kerak, shuning uchun o'zi bitta kadr yozmoqchi edim va umuman kadrda mana bu mahsulot haqida gapirmoqchi edim. Yaqinda buni zakaz qildim. O'zi asosan qishda mana bu tonalniy krem ishlataman. Просто шикарный. Endi bir xillar uchun juda ham qalin, bilaman, Charlotte Tilbury shikarni chiqaradi. Men o'zim ham uni probnik qilib ko'rdim, ishlatib ko'rdim, реально сияние zo'r. Но mana baribir kombinirованный kojamga men olishga ko'zim qiymadi, chunki unaqa mahsulotlar kombinirованный kojada baribir noqulay turmaydi. Поэтому Charlotte Tilburyni olmadim va yanada shu Estee Lauderga qaytdim. И просто yaxshi ko'raman, maqtayman. 10 yildan beri chiqadim bu mahsulot, bilmayman. Ishqilib shuni ishlatib yurardim. Har doim SPF bor. No, yozgiga buni qalinroq deb o'ylardim. Shuning uchun uni mana bunaqa foundationi bor, xuddi shu Double Wear, lekin более легкое покрытие. Легкое покрытие emas, то есть покрытие практически xuddi shunaqa, lekin unaqa qalin emas. Bu он такой густой, а bu esa прям как водичка deyishadi, suvdek bo'ladi. Shuning uchun yozga мне кажется, hozir ko'rsataman. Как раз таки oyna o'tdimanda. Видите, он прям уже oqib ketyapti. Buni hozir surib ko'rsataman. Он прям turibdi. Yoqmaydi, видите? Bitta shunda farqi bor desam bo'ladi. Men o'ylaymanki, bu ko'proq yozga yaxshiroq to'g'ri keladi. Hatto yozda men с удовольствием уже bankasini olib qo'yganman. Chanel manba Lebesh manimcha, manba kapsulali. Это у меня вторая или третья банка. Juda ham yaxshi ko'raman. Yozda просто шикарный tonalniy krem. Shunaqa нереальный покрытие beradiki va shunga hali hech qanaqa analogi topmadi. Aynan shunga hech kim hali bitta ham brend shunga o'xshagan mahsulotni chiqara olmadi va shunaqa aynan effekt beradigan narsa chiqara olmadi. Umuman, поэтому ishlatib ko'ringlar. Yozga прям шикарное покрытие. А bu esa такой yengilgina и покрытие beradi. Вы знаете, bitta katta nima plusi очень естественный эффект beradi и 8-9-10 soatlab kojada turadi. Yeb qo'ymaydi. Teri tonalniy kremni hech qanaqa yuvib qolmaydi. Men shunga прям поражаюсь. Такой судикgina жиденький bo'lgani bilan, bilasizlarmi, kun bo'y держится. Я просто его за это очень люблю. И surganingizda kameraga даже не видно эффекти bo'lyaptimi yo'qmi, chunki hayotda ham juda естественный, tabiiy ko'rinadi, но при этом легкое, такое классное, шикарное покрытие beradi. Tonalni surganingiz unaqa bilinmaydi ham. Aynan mana shu bilan shunaqa. Agar stoyki, но при этом yengil покрытиeli mahsulot qidirayotgan bo'lsanglar, albatta shu mahsulotga ahamiyat bering. Umuman men kameraga ko'pdan beri bo'yamagandim sizlar bilan. Bo'yanishim, to'g'risini aytsam, umuman o'zgarmagan. Ko'rmayotgan bo'lsa, kiprigim. Da. Kiprigimga, qoshimga просто gel got to be. Kiprigimga esa tush, просто mana shu tushni yaxshi ko'rdim. Men hattoki yaqinda ikkinchisini zakaz qildim. Hali birinchisi tugamagan, но я уже чувствую, что уже sal quryapti. Bilasizlarmi, nimasi yoqadi? Birinchi o'rinda mana shu kistechkasi. Ishlatib ko'rmagan bo'lsanglar, ishlatib ko'ringlar, потому что shaxsan menda kiprigimni mana betlarda har xil mayda kipriklarim juda ham ko'p va ularni любой bir kistechka yaxshilab bo'yamasdi. Bu esa mana shu kistechkasi bilan, bilmayman, mana shu izgib kistechkasi он волшебный. Surganingizda он uzungina и причем все, mana shu butunlay hammasini bo'yaydi, shunaqa chiroyli effekt beradi. И super yopishtirib qo'ymaydi. Какой-то более естественный kiprik qiladi. Ko'zimga mana bu yaxshi ko'raman shu qalamni NYXdan temный
korичневый qalam. Yana bir narsa ko'rsatmoqchiman. Mana bu ikkita mahsulot. Ha, bu жидкий kontur. Menimcha Selena Gomez brendi bor. Adashmasam Rare или Fenty, unaqa yaxshi unaqa qilmayman. Ikkitasidan bittasi uni brendi va shunga o'xshagan anaqasi bor. Menimcha ulardan Catrice, menda oddiy Catrice'ga menimcha o'sha brenddan bular o'rganishdi Catrice, chunki я знаю juda ham знаменитый anaqasi shu Selena Gomez brendidagi mahsulotlari, skulptorlari desam ham bo'ladi. И всё. To'g'risini aytsam, bunaqa ko'p ham surmayman. Ko'payib ketmasin deb qo'rqaman. Ozgina teng berish uchun. Rastушевка juda ham yengil ekan, surganingizda juda ham yengil rastушевываться qiladi, o'snatun. Va Catrice'dan yana bir rumyana topdim. Rumyana bilan to'g'ri kelishmaydigan odamman. To'g'risini aytsam, men bunaqa rumyana ko'p yoqtirmayman va surishdan ham qo'rqardim, ko'payib ketadi deb. Va nihoyat Catrice mana shunaqa narsa ishlab chiqaribdi. Bu, короче, тоже вот такая желеобразная помадка. Что мне нравится, румяна surishadi, bir xil makiyaj qilishsa, прям такое отсвечивание bo'ladi. Bilasizmi, такой прям блеск chiroyli bo'ladi va shunisi menga juda ham yoqardi va mana shu narsa shunaqa effekt berar ekan. Va большой плюс nimada? Bu румяна, который под ваш тон кожи подстраивается. Ya'ni bunda определенный anaqasi yo'q, toni yo'q. Onda такой розоватый, но teringizga surasiz, и он подстраиваться qiladi. То есть qizartirib yuborish riski yo'q. Menga shu juda ham muhim, chunki men ovoz surganimda, boshda surganimda, voy, sotiki qip-qizil bo'lib qoldi dedim. Chunki rumyanani ko'p qilib surgandan men tushunmayman va yoqtirmayman va o'zim shunaqa bo'lib qolmaydi deb qo'rqardim. A on esa surganingizda boshida, конечно, pigmenti bor. Hozir mana hatto ko'ryapsiz. Hatto kamera ne особо ko'rsatyapti, но taxminan bilmayman 5 soniya o'tsin, 10 gacha hattoki soniyalu практически он невидимый, тонкий bo'lib qoladi. Даже как будто румяна yo'q, но при этом румяна bor. Красивый, блестящий такой румяна bo'lib turadi, что мне очень нравится. pH Reactive Multi-Stick deb nomlanar ekan. Он и вправду, даже упаковкасini ko'rasiz, темныйdan светлыйga ketyapti. Ya'ni он подтонingizga qarab, teringizni подтониga qarab o'zi подстраивается. Bilmayman ko'ryapsizlarmi yoki yo'qmi, но практически румян уже нету. Но при этом bundoq qarasangiz, что-то слегка bor и такой chiroyli отсвечивание bor. Прям эффект вау menga yoqdi. Поэтому я прям juda ham yoqtirib shuni ishlatyapman. Его, кстати, aytgandek, buni hattoki labizga ham pomada sifatida sursangiz bo'ladi. Давайте suramiz, hech surmagandim. Посмотрим. Labimni o'zini цветini beradi. Вот сейчас он супер розовый, to'g'risini aytsam, но камера светлыйroq qilib ko'rsatyapti. Но какой-то подтон berishga тоже классная вещь. Ish qilib ishlatmagan bo'lsangiz ishlatib ko'ringlar. Классная вещь. Всё. Я готова. Va последний момент, конечно же, pudra. Ozgina pudra suraman. Men o'sha Givenchy Prisma Librasini ishlataman. Ko'p unaqa surmaslikka harakat qilaman, chunki даже pudra bilan ham odam ko'paytirib olishi mumkin. Men esa uni xohlamayman. Более-менее bo'ldim. Kameraga unaqa ko'rinmayapti, но в жизни естественный, аккуратный макияж bo'ldi. Biz esa sizlar bilan keyingi kadrda ko'rishamiz. Покажи. Ух ты, Shirinni bugun tug'ilgan kunlari bo'lganiga, o'tgan yildagi har doimgidek albatta korona. 5 yosh bo'ldingizmi, qizim? Da. Unicornlarni yaxshi ko'radi. Shunga yopishtirishdi. Vay! Ух ты, ну-ка покажи. Это глитца. Glitsa, genau. Yaltirilgan narsani glitsa degandim. Happy birthday qilishdimi? Pirog pishirdingizmi? Qani? Ko'rsatib yuboring. Bog'chada birga bog'chapalar bilan shoko pirog pishiribdilar. Ishqilib birga ana nishonlashibdi bog'chasida. Hamma o'zbeklar yig'ilganda nima qiladi? Ovqatlanadi. Biz bo'lsa bir marta aylantirsangiz bo'ladi o'zi. Ay, sizga o'rgatyapmiz, как выживать. Vdруг kimdir napoda chiqsa, Ulug'bekga Hasan akam hamma anaqa naborlarni, hamma kolleksiyalarni olib chiqdilar-da. Ulug'bekga hozir endi o'rgatyaptilar. Professional jim o'tiribdi, смотрит, наблюдает, как правильно преподают там. Что-то Bam! Ovozdan chiqarib qo'ydi.
Ну, опасный момент. Marosim. Ulug'bekiga. Siz oldingizmi buni? Ha, men Hasan akamniki deb o'tiribman. Qani? Sizda ham mana shunaqa bor edi. Siz sotib yubordingizmi? Yo'l nima qildingiz? Men sotib oldim. Ha, точно. Qani bir ko'rsating. Ishqilib meni banga qo'yib qo'ymasa bo'ldi. Men ko'rsatgandek. Endi ana buni olgandan keyin yaxshiligiga ishlatinglar desa bo'ladimi buni? Nima deyish kerak bo'lsa buyursin. Bilmaydi nima deyish kerak. Bilmaydi. Cho'ta Aziza yomon qiziqib qoldi-ya bunaqa холодное оружиеga. Rahim ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Yangi qirralar ochilyapti, Ayzani yangi qirralari. Подальше, явно. Ketayotganda ham задний сиденьеda o'tirib keting, o'zlari haydab ketsin. Не, это солидор. Деньги. Даже не А открыто. где патроны? Patron mana shumchigimni bular korobkada. Xohlasangiz otib ko'ring. Bu anu rezinoviymi? Rezina bilan otadimi? Anaqadan предохранительdan tushirdingizmi? Nima qildingiz? Yo'q, ochilardilar. Ne bu o'qqa anaqa qilish uchun yo'ligimni anaqa обозначать. То что qip-qizil bilan. Bunga nima anu rezinovый solish kerakmi? Ha? Rezinovый puli tushadimi bunga? Hammasi. Ne bu patron qanaqa? Anaqani sizdagi. Har xil patron deyaptilar-ku. Да. Вот такое. Manda tiqilyapti bunaqa. Odam o'lmasa bo'ladi bundan. Peshinaga otsa. Ochsizmi aqlni? Yo'q, meniki Voy, chunchagingizda pullar bormi? Manda tiqilyapti. Qayerdan shuncha? Bu qanaqa? Pustoymi? Pustoy pulami? Mana bu zashovkani yopasiz. Keyin otsa bo'ladi. Hozir предохранитель turibdimi? Yo'q, hozir zashovka turibdi. Ochib tashadi. Tashqariga chiqib, tashqariga. Otasizlarmi? Hamma o'z dardida. Men piyoz to'ramoqchiman oshga. Yangi qo'shni keldimi? Yo'q. Qayerga otyapsiz? Eshikka. Nega eshikka otasiz? Anani utkaga oting, utka turibdi-yu eshikka. Biz esa oshni boshladik. Keyin erkaklar boshlashdi. Men esa zir olib chiqib beryapman. Va главный шеф, су-шеф, hamma в сборе. Bizda yana nima bor? Oq yog' emas, anu ilik yog'i bor. Ilik yog'idan qo'shib, Kurkuma bilan asal bor. asal bor, kurkuma hozir qarayman. Bizda esa yakshanba bir pasda hafta o'tib ketibdi. Umuman bilasizlarmi, nimani ahamiyat berdim? Oxirgi paytda, bilmayman qancha paytda dushanba boshlanishga ulgurmayapti, lekin уже yakshanba kelib yana keyingi dushanba boshlanyapti. Shu vaqt shunaqa ham tez o'tib ketayotdiki, men umuman tushunmayman nima bo'layotganini. Ishqilib, yakshanba har doimgidek asosan biz uydamiz va uyda bo'lgan paytlarimizda har doim qizimni dugonalarini chaqiradilar va dugonalarini chaqirganlarida men bilaman 2-3 soat o'ynashgandan keyin nam skuchni deb qolishadi. Bugun ito havo yaxshi bizda, ular yetdilar hali bir pas turib yana ko'chaga chiqib kelishadi. Shuning uchun orasida esa men ular zerikmasligi uchun hozir nimadir misteriyat qilishyapti. Zerikmasligi uchun pechenye tayyorlayman dedim. Pechenyamni har doimgidek mana bu aparatim menga qilib beradi. Praktichески xamirni o'zi qilib beradi butunlay. Keyin esa xamir tayyor bo'lgandan keyin qizlarni chaqiraman. Ular albatta tushuntirgandek, qizlar faqat mana bu formani berishni yaxshi ko'rishadi. Retsept super prostoy, lekin shunaqa mazali, shunaqa zo'r chiqadiki, ikkala qizim shu aynan retsept bo'yicha pishirilgan pechenyani juda yaxshi ko'rib yeyishadi, iste'mol qilishadi. Va albatta yarmini dugonasiga ham beraveramiz uyiga, o'ziga olib ketishiga. Это всегда у нас так. Agar dugonalari kelsa, har doim nimadir ketayotganda beraveramiz. Это bizda prям must have deyishadi-yu, flicht. Shu sababdan ish qilib hozir shuni tayyorlayman. Ish qilib aparatim tayyorlab beradi. Men narsalarni sosam, etilgan bo'ldi. Shu bilan o'zi xamir qorib beradi. Keyin esa qizlarni chaqiramiz. Hamma so'ragan masalliqlarni soldim.
krышkasini yopdim. Ko'rib turganingizdek, hammasi ustma-ust tushgan. Shakar, un, nima edi, sariyog' va vanilin и bla bla bla. И все, hozir o'zi menga endi xamirni ham qorib beradi. Xamirimni qorib berdi. Va endi esa bu xamirni formaga keltirgin deyapti. Va 1 soatga anaqaga solib qo'ygan deyapti. Kulshank, ya'ni xolodilnikka olib qo'yishim kerak ekan. Xamirim esa mana bunaqa ko'rinadi. Hozir buni hammasini chiqarishim kerak bu yerdan. Va aytganidek, bu yerda undan oldingi bir anaqasida aytgandiki, ish qilib shu bitta formaga keltirib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'ygan degan. Men xamirni bo'laman, yarmini oq, yarmini qora qilaman, qizlarga sal qiziqarliroq bo'lsin deb. Va keyin esa axiri pechenyani tayyorlaymiz. Xamirni bo'lib, bittasiga kakao qo'shdim, bittasini shunday qoldirdim. Qilishi tugatishdi. Bu ikkinchi podnosim, birinchi podnosim уже duxovkada. U shokoladli pechenye deyotgandek, bu esa oddiy oq xamirdan qilingan. Ish qilib har xil smaylar qilishdi. Niyat qilaman pishganda mana shu formula yo'qolib ketmaydi. Ha, endi esa pishirib olish qoldi. Birinchi podnos tayyor bo'lsin, ikkinchisi faqat turib turadi va endi qizlarga albatta ovqat qilish kerak. Men ovqat uliga ikkinchi partiya pechenyalarim ham pishdi. Bittasi xamir, видимо, unni kamroq solganman. Men ish qilib ozgina pishayotganda yoyilib ketibdi pechenye. Nimagadir dumaloq forma emas, bir-biriga yopishib, sal erib, praktически kvadratniy bo'lib qoldi. Mayli, niyat qilaman, это не особо проблема. Mana bu yerda men bu anaqa ham xuddi shunaqa kvadratniy bo'lib qoldi, shokoladniysi. Ha, mana shokoladniy anaqasi ham. Bu yerda esa mana bitta nyuansi pishguncha ozgina formasini yo'qotibdi. Dumaloq bo'lib qolmabdi-da, ozgina yoyilib, erib, chunki ichida 400 gram sariyog', o'sha sal erib, yoyilibdi, desa bo'ladimi? Bitta kichkina nyuans ahamiyat bergan bo'lsanglar, to что pechenye pishayotgan paytida suvdan yoyilib ketgan desa bo'ladimi, bilmayman. Ichida 400 gram sariyog', конечно, u eriydigan narsa, menimcha shu sababdan ham ozgina dumaloq emas. Men bu yerda bir-biriga sal yopishib, kvadratniy forma bo'lib qolibdi. Ну, ничего страшного. Хотя shokoladli pechenyelar ham, kakaoli pechenye ham xuddi shunaqa yoyilib ketgan. Bitta nyuans, kakao qo'shgan pechenyam уже yeb bo'lishdi. Afsuski, syomka qilishga ulgurmadim. U ham shunaqa yoyilib ketganda, pishayotganda tarkibida masalan 400 gram sariyog' solish kerak. Shu sababdan ham praktически pechenye formasini ushlab qola olmaydi. Unaqa sal yoyiladi, praktически yoyiladi desa bo'ladimi, bilmayman, erigandek как бы и bir-biriga yopishib, sal to'g'richa bo'lib qolibdi. Ha. Eng asosiysi kakaoli pechenyani qizlar yeb, vkusno deb hammasini yeb qo'yishdi. Syomka qila olmadim aytganimdek. Buni esa endi unaqa chiroyli emas, lekin agar unaqa bir chiroyli chiqmadi, ну, самое главное, что вкусно.